Xitoyning atalmış yoqimni nölga tushirish bahonasi bilan oilaga qamab osh qo'yish, davolamay tashlab qo'yish qilmishi Sharq Turkiston xalqiga ro'yi sog'lomlik va jismoniy sog'lomlik jihatda og'ir ziyon yetkazmoqda. Sharq Turkistondagi 80 kundan oshgan qamalda xalqimizning uyidagi ochlik yetishmay qilayotgan bir paytda Xitoy tajovuzchilari atalmış ayrim ko'zitish markazlarini jiddiy ko'paytmoqda. Sharq Turkistonning Urumchidagi ma'lum atalmış ayrim ko'zitish markazidan tarqalgan bir qancha senda oshkorlanishicha, yangi bitgan markazga so'langan odamning soni intayin ko'p bo'lib, karvatlar hech qanday orliq qo'yilmasdan bir-biriga yaqin qo'yilgan. Amerikaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi bosh elchisi Linda Thomas Greenfield Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan jinoiy qilmishlarini qattiq ayblagan. O, Amerikaning Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlarning javobgarligini surishtirishdan hargizmi to'xtab qolmaydiganligini bildirgan. U bu so'zlarni 26 oktyabr kuni Birlashgan Davlatlar Tashkilotida Uyg'ur masalasi haqida o'tkazilgan bir yig'inda qilgan. Linda xonim yana boshqa davlat hukumatlarini, shundaqla Birlashgan Davlatlar Tashkilotini Uyg'urlar masalasida ko'proq harakat qilishga chaqirgan. Birlashgan Davlatlar Tashkilotida o'tkazilgan Uyg'urlar haqidagi bu yig'inga tutqundagi Uyg'ur ziyolilaridan Ilhom To'xtining qizi Javhar Ilhom bilan Gulshan Abbos xonimning Amerikadagi qizi Ziba Muratlarmo taklif bilan qatnashib so'z qilgan. 5 burchaklik binoning 2022 yillik davlat mudofaa strategiyasi hujjatida davlat mudofaa ministrligining eng muhim ishi Xitoyga taqobil turish deb aniqlama berilgan. Shundaqla Amerikaning 2030 yillarda tunji qatam bir vaqtda ikki yadro davlatini to'sishga kuch ketadiganligi o'tirg'a qo'yilgan. Ma'lum bo'lishicha, Bayden davridagi tunji mudofaa strategiyasi bo'lgan bu hujjatda Xitoy bilan bo'lgan urush ham muqarrar emas, hem kishini jalb qilmaydi deyilgan bo'lib, Rossiya jiddiy tahdid deb tasvirlangan va Amerikaning Rossiyani to'sish uchun texmi keskin tadbir qo'llanadiganligi o'tirg'a qo'yilgan. Oqsaroy Davlat bexatarlik kengashining strategik aloqa direktori John Kirby agar Rossiya Amerikaning puhraviy sun'iy hamrohiga zarba bersa, buning qarshiligi bo'ladi dedi. Rossiya Tashqi ishlar ministerligining yuqori darajalik amaldori Konstantin Orentesov bundan burun agar Amerika Saudi sunniy hamrohi Ukrainadagi to'qinishning bir qismi sifatida o'rlashtirilsa, hujum nishonga aylanishi mumkin deb ogohlantirgan edi. Xitoy doiralari Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinkenning Beijing Tayvan bo'g'ozining hozirgi holatini o'zgartirishni xohlaydi. Bu orolni ikki o'lkalar bilan birlashtirish nishonini tizlatmoqchi degan so'zlarga inkos qaytardi. Xitoy Tashqi ishlar ministerligining bayonotchisi Mao'ning Beijingda o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida Tayvanning holatining dengiz qirg'iqining har ikki tarafining bir Xitoy bo'lish kerakligini aytdi. İsrailiya hukumati Livan bilan bo'lgan dengiz chegarasini ayirish kelishimiga imzo qo'ydi. Isroiliya bosh ministri Yair Lapid Livanning bu kelishim bilan Isroiliya davlatini e'tirof qiladiganligini bayon qildi.